Bek chiroyli qilib aytishdilar bu yanada. Shunda o'lacha yaxshimi ya? Mana bir taqanlar. Mayad g'arib tamoq yeymiz. G'arbcha. Tamoqni chiqadi, issiq tamoqni chiqadi, sovuqsa har xil ichimlik, har xil sharbat. Hammasi bor. Bak KTV. Ha, KTV'dan bor, tot KTV bor, bunun bor. Bavşan fes yo'q. Boşan fe yo'q. Ha, mishat chiqqan tamoqlarimiz mishat akrib, ichimlik hammasi iste'mol qilib bo'ldi. Mayad o'ltirib, zerif qasmayak chiqib. So'yinish bo'ldi, tan so'yinish bo'ldi, parat bo'ldi. Nahmaydan muzika bor. Nahmaydan. Kim naqsh etyapti hozir? Toyir Qodir bizning danglik sochchilarimizdan. Sirapul Malim, Mehmet Aziz, bugunda shu sochchilarniki bir yodiysi bor. Shu yodiyni taklif qildim. Manda xishvam ya danglik taxi. Mashin xodiki nurg'u adam bilmaydi-mi ya hozir? Shinxoda bir shu muzikal tamoqxona kamchilik emas, shu o'rin to'xtash maqsadida o'sha qaytadan bezab chiqdi qadash. Unda olib qolsa, urtiqlar ma filmga qat'iy yurakni besib qo'yinglar, 6 raqam yo'lab qo'yinglar, servatma to'liq bir ko'rib qo'yinglar. Ya'ni meningcha nurg'un do'stimiz bilmaysizlar. Ma u hammasi naq maydon muzik chaldigan, g'arib tamoq va issiq tamoqmi bor, g'aribchimi bor, ichimlikmi bor. Bunda hammamiz birga birlashgan. Naq maydon muziklik tamoqxona hamsa yangidan bezab ish ko'rishtirilibdi. Mayagil kirkazsak KTV kirkdigamiz. Bo'shan film degan narsa yo'q-ku. Tamoqimiz chiqadi, ichimlikmi bor o'ynaysiz degan gap. Olsam, bak bilan faoliyat qilib men mash faoliyat voyadan qilib qolsa bo'lmaydi. Bu faoliyat narsa qilmagan. Ham mayani yangidan bizlar mas'ullarning faoliyatini qilib shu bizningki qo'llovchilarimizni o'sha tunish maqsadida sinjag'irga olib qolish. Masalan, ayilqi olsam shu chilimning nochina qilyapti, ayol qatilash. Haqiqiy isil chilimni ishadi ba. Chilimniki eng not eng sifatli qadash. Odamga ziyon qilmaydigan xiyol. Shu material sifatli shu chilimni olib qadash. Ek qolmay buni haqsiz qilib ataydi. Haqsiz qildik to'g'ri. Bizning pulliq joylarimiz bilan shu chilimdan 2dan 1 talab olsa bo'ladi. Kunduzgi maqsad. Kunduzgi maqsad kashirkasi. Kash vaqt naqmaydan muzik anglag'ash, taklifkasi maqsad degan gapmi? Ras. Amsa shundan yurak bosgan, mash bizni qo'llagan, silni qo'llagan, 6 raqam yo'lab qo'yganlik qipirlimi maqsad chilimiz. Bo'ldi. Bizni qo'llaganligiga har vaqt kelsa, shu faoliyatlarni to'liq qo'llashtirman. Maniki ma kunduzi bejamoq 12 dan 3dan 17 gacha mishadi. Har xil sayla 18 ko'yliq, 20 ko'yliq, 22 ko'yliq. To'g'ri. Qaysanga o'xshash, mifansay chiqibsan o. Shu an biz bu yerdagi uni qilishga maqsad kunduzi masalanga bunchalik sharoit va yerlashib qatavas oz emas. To'g'ri. Ichkadan qilsin tamoqni xizmat chiqdiligidek muzikdan shab, chilim chekib yana shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida faoliyatni yo'l qo'ydik. Masalan, kunduz kirib qolsak hamda mishak kiplam kunduzgi tamoqni mishadi yeb kelsak, shu tamoqni bo'lur degan gapmi? Bo'ldi. Ammo usta qat'iy masala yo'q. Kashligi kunduzi o'xshash holatda. Ustamning hammasi o'rimizni qilgan oliy ma'lumot ustamlar. Ustamlar usta degan gapmi? Ular paschodash, masalan, restoranni bir xil deyishyapti. Bo'ldi. Restoranmi bor o'ziniki? Restoran bor, to'ymak zalom shunday chiroyli, shunday oq bezalgan. Qishipin qolsak, to'y o'tkazsak shunday qayt chiqadi-ku. To'g'ri. Osh restoranlar bir faoliyat qildi. Masalan, yoshlar to'yi, cho'nglar to'yi, andikin maslahatchi uchni bir xillanma shu restoran qilib qolsa, hozir men yatoq kirib to'y qilg'ash bek modib ketdi qaranglar. Yatoqdan to'yni ko'chirib chiqarish. Andikin men to'y oyilniga ishlar qish vaqti menda sirt oyillanmaydi qaranglar. Menimda chiroyli ham topolmaydi-ku. Shunga bu maslahatchi cho'nglar to'yi, yoshlar to'yini bir xillanma sumurxning restoranida qilib qolsa, mush yatoqni haqsiz bir ta'minlab ekranlab qo'ymoqdash. Yatoqni haqsiz ta'minlab qaranglar, rasmga tushib, girimlarni ashat qilib olsin. Andikin to'y oyilishini mush chiroyli muziklik tamoqxonada to'y oyilishini mishat qilib olsin dash. Tamoqning bahosini tushirib olsa, uni maqsad bersak Ablatjon, sen chiqarmi? Ziyon chiqartmay ashni qildi. Qaytavatli. Sizning yuzingiz kipsiz. Bo'ldi shu bilan qiprak. Men shu anglab qilib, shu sumruqning ikkinchi qavatini qiqas bezib etibdi. Naq maydon shu Shanxodagi oldin qator naqshlarni ekilib, naq maydon muzik urlashtiribdi, tamoqlarning bahosini tanishib, muvaffaqiyat qilib etibdi deb anglablar hozir aparat ko'tarib kelishim. Endi yuzimni bir qatim qildi. Bu chatda siz kipsiz. Qancha qilib qamsa? 15 kunda bo'ldi o'shani ta'lim qilib qo'yibchi. Shu 20-chilar to'liq holatda tijoratni rasman boshlaymiz. 20-chilar ichish murosimi bilan da. Ichish murosimi bo'ldi. U kunsin faoliyat bor. Bu kunsin sizni hal kuchi taklif qilamiz bu yerga. Shu kunsin bir javob solamiz. Andikin men bo'shangni faoliyat qilishtiryapti. Masalan, sizningki 10 kishidan 40 kishigacha bo'shangni bor emasmi? Masalan, maslahatchi o'tkazgidek chiqib ko'rib baxtimchi, ichki jozliq maslahatchi o'tkazgidek ashta shunday chiroyli qiqas bo'shanglarimiz bor ekan. Bo'shangniki haqiqatan bizning bu xatabasda hamda judiyam o'sha deymiz-ku. Haqiqiy o'lchamlik zalning ichida o'zini layolini ulab transpons o'yinog'idek. Anondan keyin ichidagi tozliq o'yinlarini tatib uningda hamda biz xatabasda bizning o'lchamlik bo'shang boshqada yo'q deb o'ylayman. Amsa ash bo'shangni tamoq yeb qolsa e'tibor qilib berasiz. Bo'ldi. Bo'shang tamoq yeb qolsa, istiqbolimiz qatda biz ham o'shadan bir dashinja taqdimiz e'tibor qildik. 28 ko'y 38 ko'y 58 ko'ygandek. Shu kirgan xaridorlarga shu saytxonga shu kartadan birimiz istiqbolimiz qatda. Anondan shuni yeb tushib bizning shu samba o'zimiz tamoqda ashunda amalimiz bo'ldi. Demak men 48 ko'y e'tibor kartasidan birsiga erishsam, masalan, ikkinchi qavatdagi tamoqni osh iste'mol kartasiga bera olmayman degan gap. Iste'mol qavoqning o'zida shu e'tibor kartasini chiqarib turib hisob qilsak bo'ldi. Ma'qul. Chiqarib olsak bo'ldi. Bo'ldi.
Hem siz bir izchil bor deganga. Izchil bor, izchil bor. Cheslayman o'zimiz. Ravusman o'zimiz payz qilib o'tirib harakat. Ma'lum ekan, meyada ichimlikni har qanday bor qala. Bu yerga sog'an bataytga rahmat import. Import degan tushunamizlar. Ma Shanxayimizga jinchoq joylashgan Julovda Go'zalnur tunislar mishaning butun ichimliklarni Go'zalnur ta'minlab berdi ekan. Bir sicha chiqib qolsa 10 ni to'lab berdi ekan jumola. 100 ni to'layapmiz. Ichimlik kelgan chog'da poatmaymiz. Har qanday ichimlikniki eng notis bor. Ular chiqaryaptimi? Yurak basmaganlik chilimni naqs bermayli. To'g'ri, yurak basmagan olti tarafim yo'lmalga buni bermaydi. Bilmaymiz. Mana ko'rpaqsonlar bo'ldi. Necha joz bor ya? Jami 20 joz bor. 20 joz bor. G'arib tomoqxona ko'rpaqsonlar bor. Muhit degan qiqat samchallikqa. Mana naq maydon muzikchalligiga ayirib shu atrat bo'lsanglar bo'ldi, matrat bo'lsanglar bo'ldi. Shundaq chiroyli Shinxoda mushunga o'xshash g'arib tomoq chiqadigan naq maydon muzikchalligan muzikli tomoqxona yo'q deyman hamda rasmiy bo'pti. Mishakil mash faoliyatlar qatnashib olsanglar bo'ldi. Yurak basqish unutqanmanglar. Mush o'rin kelib iste'mol qilib qolsanglar, choy yak chilimda ikkini birini tanlab olasizlar. Haqsiz chilimni avayim deb o'tdi. Ayol qotil. O, bu chestaga xeyliyo aralashgan haqiqiy bunda cheksanglar huzurun surgidek bunda chilimlarni ekibdi. Shu chilimlarni haqsiz qilib olasizlar degan gap. Amsa shu 12-oyning 20 kun mishani ichilish murosimi kun kelsanglarmi haqiqat jaliq faoliyatlar bor. Naq maydon muzika amsa qolgan barliq derini chiqiramiz. Shu faoliyat bir unumli foydalanib olgan bo'lsanglar, to'yni nadi qilsak ular, to'yni qilsak yotoq qolmasa olmaydi ekan. To'y oylanish pul ketadigan degan do'stlarimiz, mush sumruqniki sumruq restoranida ham to'yni qilib qolsanglar, to'y oylanish, yotoq haqsiz, shartli shu cho'nglar to'yi, yoshlar to'yi, masalan 3 xil to'yni mush sumruqning restoranida qilib qolsanglar, mush chiroyli zaldan ko'rib qolsanglar bo'ldi. Bu chiroyli zalda to'y oylashni qilib olasizlar. Mush sumruqniki isil loj yotig'ida to'ydagi ko'rishlarni elib, girimlarni qilib olsanglar bo'ldi. Mana qahramon og'inimiz mishanchi istay. Baknocha qanday kelsanglar chiqib o'zingizning ko'ngilga tomoqlarni tetib ko'rib, anandaki muhitni haqiqiy huzurini tiksaysizlar. Mush mifan saysan bo'ldi, tush vaqti mifan bilan o'xshagan say bilan bir mifan saysan bo'ldi degan do'stlarimiz kelsanglar, sayda kunduzlik tomoq tizimligini chiqiribdi. Saylarning bazı shundan muvofiq 18 koy, 20 koy, 22 koy, bak tanishib o'tibdi bazı jumolar. Mana shu kunduzi bejon vaqt 12 dan tushdikin 17 gacha kelgan do'stlarimiz, mana shu kunduzlik mifan say faoliyatiga qatnashib olsanglar bo'ldi. Aqlımsa yurak basib unutqanmanglar, nomerini qoldirib qo'yinglar. 180 0997 1397. Bunda joz zakaz qilganlar, Oldin telefon qilsanglar bo'ldi. KTV'ning joz zakaz qilganlar, 3-qavatning boshdan zakaz qilganlar, hamsa oldin telefon qilib urun zakaz qilsanglar bo'ldi. Bu yana adresi 90-ayimizdagi, shu bozorlik hukumatning qarshi tarafiga joylashgan, yana mana Shinxonayimizdagi bekatning yeni yil joylashgan Sumruq mehmonxonasi, ya'ni Sumruq alay taomlar shaharchisi. O'sha udul kelsanglar bo'ldi yoki telefon qilish orqali aloqalashib joz zakaz qilsanglar bo'ldi. 12-oyning 20-kunida mishani echilish murosimi kelishni qattiq unutqanmanglar. Oldamsa ko'rishmaguncha hisob emas. Ma'qul. Hujjat. Bo'lsa